Fan hali tushuntira olmagan qobiliyatlarga ega hayvonlar mavjud. Ularning ayrim imkoniyatlari hanuz sirligicha qolmoqda. Aksolotl oyoq-qo'llarini, ichki a'zolarini, umurtqa pog'onasini, ko'zlarini va hatto miyasining ayrim qismlarini ham chandiqsiz qayta tiklay oladi. Fan hozirgacha uning regeneratsiya qobiliyatini takrorlay olmagan. Tardigrad ochiq kosmos vakuumida, qaynab turgan lava haroratida va yadroviy radiatsiya ta'sirida ham tirik qoladi. U 30 yilgacha suvsiz yashay oladi. Elektr Uger o'ziga zarar yetkazmasdan 600 voltgacha elektr toki ishlab chiqaradi. Bunday imkoniyatni birorta ham sun'iy texnologiya takrorlay olmagan. Pistolet krevetka panjasini chaqmoqdek yopib, harorati quyosh yuzasidan yuqori bo'lgan pufakcha hosil qiladi. Bu jarayonda plazma paydo bo'ladi.